Assalomu alaykum aziz obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tuman markazi Yangi bozordan 6 sotixli hovli sotuvga chiqdi. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga chegaradosh hudud. Yo'l yuzidan 100 metr kiriladi. Uglovoy joyda joylashgan. Fasad 22,5 ga 27,5 metr. Ko'chalarni ko'rsalar bo'ladi. To'liq asfalt bo'lgan ko'chalar. Mahalla juda ham fayzli mahalla. Katta ko'chadan ozgina kiriladi. Kanalizatsiya shu yerdan 60 metr narida kanalizatsiya, sentralniy kanalizatsiya o'tgan. Suvlari mana oldida turibdi. Svet o'tgan, gaz o'tgan, hammasini sho'chigi bor. Yerimiz xususiylashtirilgan. Hujjatdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bir kunda nomiyaga chiqadi. To'g'ri burchakli, tartsovoy joy. Bu joylardan kelib ikkita uchta kottej qurib olsa ham bo'ladi. Hozir ko'pchilik shunaqa uglovoy joylardan yer olib, ikkita uchtaga bo'lib uy qurib tashyapti. Tuman markazimizda, Yangi bozorda atrofi to'liq o'ralgan 2 xona, 3 xona korobka uylari bilan mahallamiz juda ham bir obod mahalla. Bu joyimizga egalari hozir narx-navo kundan kunga o'syapti bu mahallada. Bu joyimizga esa egalari 95 ming narx qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, batafsil manzilni ko'rsatamiz, tushuntiramiz.